Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Avvalo o'zim haqida qisqacha tanishtirib o'tadigan bo'lsam, men Sodiq Sardor. 2018-yilda birinchi marta Janubiy Koreyaga doktor vizasi bilan tashrif buyurganman. Hamda undan keyin Koreyada magistratura bosqinini o'qiganman. Magistratura bosqinini tamomlab, ma'lum muddat D1 vizasida yurgandan keyin 2022-yildan buyon hozirgacha E71 vizasi bo'yicha chet eldan ho'l meva import qiladigan korxonada xalqaro savdo xodimi sifatida ishlab kelaman. Hamda 4 yildan buyon Janubiy Koreyaga O'zbekistondan ho'l meva mahsulotlarini eksport qilib kelaman. Bundan tashqari bir necha yillardan buyon sport bilan shug'ullanib kelaman hamda Janubiy Koreyada ikkinchidan taekvondo bo'yicha ikkinchidan sohibiman hamda boks bo'yicha havaskorlar o'rtasida singl musobaqalarida 2 marta birinchi o'rin olganman. Lekin bugun sizlar bilan sport haqida ham, eksport haqida ham emas, Koreyadagi umumiy vizalar haqida mini qo'llanma tayyorlaganmiz. Bugun vizalar haqida gaplashamiz. Nimaiki o'zim hozirgacha Koreyada yashab kelayotgan bo'lsam, bir necha marta viza statusini o'zgartirganman hamda har bir bosqichda o'ziga mos qiyinchiliklar, xatoliklar juda ham ko'p bo'lgan. Oilaviy viza, hozir Koreyada oilaviy yashayotgan bo'lsak, F3 viza, oilaviy viza olishda ham 4 marta atkaz olib, 5-martasida viza olganmiz. Bu bo'yicha ham bir nechta xatolar qilganmiz. Yillar davomida vizaga o'tishda ko'p qiyinchiliklarga uchraganim uchun vizalar bo'yicha chuqur o'rganishga qiziqishim uyg'ongan hamda bir necha yillardan buyon Koreya vizalari haqida chuqur o'rganib kelaman. Bilamizki, Koreyada viza masalalari biz uchun eng muhim vositalardan biri hisoblanadi, lekin vatandoshlar o'rtasida vizalar haqida bilim darajalari bilishimcha ancha pastroq, qiziqish ham ancha pastroq vizalarga, chunki ozgina zerikarliroq mavzu bo'lgani uchun vizalarga qiziqish yurtdoshlarimiz o'rtasida ancha pastroq, juda ko'p xatolarga yo'l qo'yishadi. Bir kunda misol uchun bir necha yuzlab, bir necha minglab talabalar yokida boshqa ishchi vizadagi do'stlarimiz, har xil viza turidagi do'stlarimiz bir kunda minglab do'stlarimiz viza bo'yicha rad javobini olishadi. Bularning asosiy sababi esa vizalar bo'yicha talablarga mos puxta tayyorgarlik ko'rmaslik yokida avval qilib qo'ygan qanaqadir xatoliklari, to'lagan jarimalari, qoidabuzarliklari, shularning orqasidan vizadan viza o'tishga ko'pchilik qiynaladi, rad javobini oladi yokida birdan vizalari uzaytirilmasdan chiqib ketish buyrug'ini olishadi. Shunday ekan, vizalar biz uchun eng muhim instrument hisoblangani uchun albatta hamma vizalar haqida ham chuqur bilishimiz shart emas. Koreyada yashar ekanmiz. Juda bo'lsa 3 ta, 4 ta yoki 5 ta viza turiga uzoq yashaydigan bo'lsak, balki 6 ta shunaqa viza turlariga o'zgartirishimiz mumkin. Shular bo'yicha fundamental qanaqadir bilimlarga ega bo'lsak, vizadan vizaga o'tishimizda, keyingi qadamlarimizda osonroq hayot kechirishimizga sababchi bo'ladi. Bilamizki, vizalar haqida yaxshi bilmaganimiz boisdan biz keyingi boradigan vizalarimiz haqida ham ko'p tushunchaga ega emasmiz. Misol uchun talaba bo'ladigan bo'lsak, D2 vizadan keyingi boradigan vizalarimiz D10, E7, F2 qaysidir viza maqomlariga o'tish haqida tushunchalar bo'lmagani uchun ularga ariza topshirishda qiyinchilikka uchraymiz yokida, chunki bilamiz E7, F2 va boshqa maqomi yuqori viza turlarini o'ziga xos talablari bor. Unga yillar davomida tayyorlanish kerak. Shu talablarni yaxshi bilmaganimiz boisdan biz tayyorgarlik ham ko'rib bormaymiz va birdan ariza topshirib rad javoblarini olamiz. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, vizalar bo'yicha juda ham chuqur bilimga ega bo'lishimiz ham aslida shart emas. Bir nechta biz o'zimizga yo'limizda to'qnash keladigan vizalar haqida oldindan talablari, ularga xos majburiyatlari o'rganib bilib oladigan bo'lsak, shunga xos tarzda biz yillar davomida tayyorlanib, vizadan vizaga muvaffaqiyatli o'tib yurishimizga sababchi bo'ladi. Bilamizki, Koreyada viza turlari juda ham ko'p, lekin biz hamma vizalar haqida ham bilishimiz shart emas va shunday deyarli juda ko'p viza turlari bilan biz umuman hayotimiz davomida to'qnash kelmaymiz. Chunki Janubiy Koreya o'z o'sha manfaatlari maqsadi yo'lida har bir vizaga o'ziga xos talablar va majburiyatlar ishlab chiqqan. Lekin biz Koreyada sanoqli viza turlarida yashab kelamiz. Yillar davomida o'zbekistonliklar asosan shu vizalar haqida chuqur bilimga ega bo'lsak bo'ldi. Misol uchun birinchi oladigan bo'lsak, A turdagi viza turlari. Vizalarni ham boshidagi harflarga qarab o'zini viza tiplari deyiladi, har xil turlarga bo'linadi. A turidagi vizalar bu shunaqa diplomatik va rasmiy vizalar hisoblanadi. Ya'ni elchilar, konsullar yoki diplomatik xodimlar, qanaqadir hukumat vakillari yoki xalqaro tashkilot xodimlari shunaqangi turdagi insonlarga beriladi.
va barcha A turidagi vizalar faqat viza ega inson rasmiy maqom amal qilgan davrda haqiqiy hisoblanadi va uzaytirish talab qilinmaydi. Keyingisi B turidagi vizalar, bular vizadan ozod viza turi hisoblanadi. Ya'ni Koreya Respublikasi bilan ikki tomonlama viza bekor qilish to'g'risidagi kelishuv imzolagan davlatlar fuqarolari uchun maxsus kirish huquqiga ega viza turi hisoblanadi. Bularga o'sha o'rtacha maksimal 3 oy muddatlar beriladi. Hamda turizm maqsadida kirib kelish mumkin, lekin bunday viza turidagi ega shaxslarga Koreyada ish faoliyati bilan shug'ullanish taqiqlanadi. Keyingisi C turidagi vizalar, bular qisqa muddatli tashrif uchun beriladigan vaqtinchalik, ya'ni tangi pija deyiladi, viza turlari hisoblanadi. Buni ham bir nechta turlari bor. Asosan vatandoshlarimiz ham ko'p foydalanadi. C3 vizasidan juda ham ko'p foydalanamiz. Ya'ni biznes maqsadida yokida qanaqadir Koreyada yashayotgan chet elliklar o'z oila a'zolarini, yaqinlarini qisqa muddatga tashrif qilish orqali ushbu vizalardan biriga murojaat qilishi mumkin. Yokida davolanish turlari bor. Jurnalistlar, media xodimlari va bir qancha qisqa muddat Koreya tashrif buyuruvchilar ushbu viza turlaridan biriga ariza topshirib Koreyaga kirib kelishadi. Ushbu viza tangi pija turlaridan biri hisoblangani uchun 90 kundan kam muddatga beriladi. Odatda bir oyga beriladigan holatlar juda ham ko'p va ma'lum sabablarni keltirib berilgan taqdirda 90 kungacha uzaytirib Koreyada qolish imkoniyatlariga ega bo'lish mumkin. Keyingisi D turidagi viza turlari hisoblanadi. Bunday viza turlari asosan ta'lim, madaniyat, san'at yoki investitsiya yokida ko'pchiligimiz murojaat qilamiz D10 ish qidirish vizasi, shunaqangi sohalarda beriladigan viza turi hisoblanadi. Bular odatda uzoq muddat Koreyada yashashni imkoniyatini beradigan viza turlari hisoblanadi. Biz odatda ta'lim yo'nalishlari bo'yicha D4, D2 vizalardan ko'p foydalanamiz va bundan tashqari D10 ish qidirish vizasi hamda D8, D9 investitsiya maqsadlarida vizalardan foydalanamiz. Hozirgi kunda D turidagi vizalar kiradigan, qatoriga kiradigan vizalarda juda ko'plab vatandoshlarimiz Koreyada yashab kelishadi. Asosan talabalar oladigan bo'lsak, D2 vizasida adashmasam 15 mingdan ortiq kamida talabalar hozirgi kunda Koreyada o'qib, o'sha o'z faoliyatini olib borishyapti. Navbatdagi viza turimiz bu Y turidagi viza hisoblanadi. Y turidagi viza bu faqat ish uchun beriladigan viza turlari hisoblanadi. Y1dan boshlab Y10gacha turlari bor. Lekin bizning vatandoshlarimiz hamma turi bilan emas, asosan Y9, Y7, Y10, Y8 viza turlari bilan ko'proq foydalanishadi. Y9 qatoridagi viza turlari bu hozirda adashmasam bu viza turi bo'yicha ham 15 mingdan ortiq vatandoshlarimiz Koreyada ishlab o'z faoliyatlari bilan shug'ullanib kelishadi. Y9 vizasi yaxshi bilamizki, O'zbekistondan Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi orqali imtihon topshirib, Koreyadagi korxonalardan tanlangan holatda Koreyaga kirib kelib, viza muddatlari birinchi 3 yil muddatga beriladi va Koreyada 1 yil 10 oyga uzaytirib, o'rtacha 5 yilga yaqin muddat davomida Koreyada yashab, qonuniy ishlash imkoniyati beradigan viza turi hisoblanadi. Hamda bu viza noprofessional ishchi viza hisoblansa, undan keyingisi Y7 viza bor. Buni ham bir nechta yaqin 4 ta turi bor, adashmasam. Turlari bor. Bular professional qanaqadir malakaga ko'nikmaga ega bo'lgan shaxslar o'tishi mumkin bo'lgan viza turi hisoblanadi va o'ziga xos buni ham talablari bor. Hozir o'zim Y7 bir vizasida bo'ladigan bo'lsam, Y7 bir vizasiga o'tish uchun Koreyada o'sha qanaqadir boshqa ta'lim bosqichini tamomlagandan keyin qaysidir mutaxassislikni egallab ushbu vizaga ariza topshirish mumkin bo'lsa, Y7 4 vizasi bo'lsa, bu viza Y9 vizasida o'sha ma'lum muddat ish faoliyatini olib borgandan keyin o'sha balli sistema asoslangan ballarni yig'ib ball talablariga javob bergan taqdirda ushbu vizaga o'tish imkoniyatini beradi. Y10 vizasi bu o'sha kema sozligi sohasida ishlaydigan bo'lsa, Y8 vizasi ham vatandoshlarimiz bundan bir necha yil oldin kirib kelishgan mavsumiy ishchi viza, odatda 5 oy yoki 8 oy muddatga beriladi. O'zbekistondan qanaqadir cheklangan muddatga kirib kelib, ishlab, qaytib ketish imkoniyatini beradigan viza turi hisoblanadi. Keyingi viza turi F turidagi viza hisoblanadi. F turidagi viza nisbatan undan oldingi viza turlaridan, boshqa vizalardan maqomi ozgina yuqoriroq, bir qancha imtiyozlar, bir qancha imkoniyatlar beradigan, albatta viza turiga qarab viza turi hisoblanadi. F vizasi Koreyada uzoq muddat yashash, oilaviy aloqalar yoki doimiy rezidentlik uchun beriladigan viza turi hisoblanadi hamda turli darajadagi huquqlar va bizga qanaqadir imtiyozlar beradigan viza turlaridan hisoblanadi. F1 vizasi bu o'sha oilaviy tashrif vizasi bo'lsa, F2 vizasi, buni ham bir nechta turi bor.
rezidentlik maqomini beradigan viza turi hisoblanadi. Undan keyingisi F3 vizasi ham oilaviy viza hisoblanadi. Koreyada yashayotgan do'stlarimiz o'z oilasini, voyaga yetmagan farzandi va turmush o'rtoqlarini Koreyada o'zi yashab qaytib ketish muddatigacha birga yashash imkoniyati beradigan viza turi hisoblanadi. Hamda F4 vizasi bu etnik karaslar uchun beriladigan viza turi hisoblanadi. Hamda F5 bu Koreyadagi o'sha vizalarni eng cho'qqisi desak ham bo'ladi, Yongjukon deyiladi. Muddat berilmaydi bunga. 10 yilda bir marta shu ID kartamizni alishtirib Koreyada juda katta naqalarga imtiyozlarga ega bo'ladigan viza turi hisoblanadi. F6 vizasi bu Koreya fuqarosi bilan turmush qurgan holatda beriladigan turmush vizasi hisoblanadi. Hamda biz uchun qiziq bo'lgan viza turlaridan biri G1 viza hisoblanadi. Juda ham ko'p hype'ga vatandoshlarimiz o'rtasida har xil miflarga ega bo'lgan viza turlaridan hisoblanadi. Albatta bu vizaga o'tish talablari juda ham nozik, qiyin desak ham bo'ladi, lekin bu yo'lda juda ko'p firibgarliklar Koreyada uchrab turadi. Shunday ekan G1 viza qilib beraman, senga anaqa qilib beraman degan holatda qaysi turiga, chunki bir nechta turlar bor G1 vizani ham, sizga qaysi turini qilib berishni va'da berayotgani yokida u siz qilib bermoqchi bo'lgan turiga, talablarga javob berishingizni tekshirib, aldanib qolmasligini so'rab qolamiz. Yuqorida biz umumiy Koreyadagi jamiki viza haqida to'xtalib, umumiy tushunchalar haqida to'xtalib o'tishga harakat qildik. Koreyada albatta viza turlari juda ham ko'p, lekin biz Koreyada yashashimiz davomida to'qnash keladigan viza turlari bir nechta xolos. Faqat shu vizalar haqida o'zimiz uchun qanaqadir fundamental bilimlarga ega bo'lib olsak, Koreyada yillar davomida yashashimiz osonlashishi va vizadan vizaga o'tishimiz nisbatan osonlashishi mumkin. Chunki har bitta vizani o'ziga xos talablari bo'lgani bois, u vizalarga birdaniga talablarni bajarish qiyin. Yillar davomida tayyorlanadigan talablar ham mavjud. Shunday ekan, oldindan biz biladigan bo'lsak, vizalarimizni rejalashtiramiz, viza navigator qilib kelajakdagi hayotimizni rejalashtirib olganimizdan keyin shu vizalarga yillar davomida ozgina tayyorlanib borib, har bir vizadan vizaga muvaffaqiyatli o'tib borishimiz mumkin hisoblanadi. Hamda asosiy vizadan vizaga o'tishdagi asosiy talablardan yana bittasi Koreyadagi bizning qonunbuzarliklarimiz, to'lagan jarimalar hisoblanadi. Shunday ekan, Koreyada immigratsiya va Koreya qonun qoidalariga amal qilib yurishga, katta qoidabuzarliklar qilishdan saqlanishga va katta jarimalar to'lab qo'yishdan saqlanishga harakat qilib yurishimiz kerak. Bu bizga vizalar bo'yicha ma'lum cheklovlar va qanaqadir statusi yuqori viza turlari, misol uchun F viza turlarida kojub viza hisoblangani uchun shunaqa viza turlariga o'tishimizda cheklovlar qo'yish mumkin. Quyidagi viza turlari D2, D4 vizalari bu talaba vizalar hisoblanadi. Koreyada 15 mingdan ortiq, 20 mingga yaqin talabalar, hozirda o'zbekistonlik talabalar ushbu vizalardan birida yashab istiqomat qilib kelyapti. Shunday ekan, ko'p to'qnash keladigan viza turlarimizdan biri hisoblangani uchun ushbu vizalar haqida ham tushunchalarga ega bo'lib yurishimiz biz uchun juda foydali hisoblanadi. Ulardan birinchisi D2 vizasi, bu faqat bitta viza turi hisoblanmaydi. Ko'p talabalar hammasi bitta viza turi deb tasavvur qilishadi, lekin D2 ning 4 ta turi mavjud. D2 bir vizasi kasbiy ta'limda o'qiydigan, ya'ni cho'mon haksida o'qiydigan do'stlarimiz D2 bir vizasi bilan Koreyada istiqomat qilib kelsa, undan keyingisi D2 bakalavr, ya'ni haksa bosqichida o'qiydigan talabalar, undan keyingisi D2 magistratura, so'ksa bosqichidagi talabalar hamda oxirgisi D2 PhD doktoranturada o'qiydigan talabalarimiz paksa deyiladi. D2 vizasi bo'yicha Koreyada yashab kelishadi. Undan keyingisi D4 vizasi hisoblanadigan bo'lsa, odatda vatandoshlarimiz D4 bir vizasi bilan kirib kelishadi, ya'ni Ilban Yonsuk bija deyiladi, Hangu Yonsuk bija. Odatda 2 yilga beriladi va har 6 oyda vizani uzaytirib Koreyada maksimal 2 yil davomida yashash imkoniyatini beruvchi viza turi hisoblanadi. Biz shu 2 yil muddat ichida koreys tili talablarimizni, til darajalarimizni oshirib, qanaqa sertifikatlar olib orqali D2 vizasiga o'tib, bakalavr, magistratura yoki undan boshqa yuqori bosqichlar bo'yicha yoki cho'mon haksa yo'nalishlar bo'yicha o'qishimizni davom ettirishimiz mumkin hisoblanadi. Talaba vizasidan turib ham to'g'ri vizadan vizaga muvaffaqiyatli o'tib boradigan bo'lsak, F5 ya'ni doimiy yashash huquqiga ega bo'lishimiz mumkin. F5 bilamiz, Koreyada doimiy yashash huquqini beradigan, ko'plab bizga imtiyozlar beradigan va qanaqa muddat qo'yilmagan 10 yilga ID karta beriladi. Koreyada uzoq muddat stabil yashash imkonini beradigan viza turi hisoblanadi. Albatta ushbu vizaga yetib borish uchun biz bir nechta vizalardan o'tishga majburmiz. Albatta talaba vizasi bilan kelgan bo'lsak, undan keyin biz Y1 dan boshlab Y7 bir vizasidan biriga o'tish orqali, odatda biz Y7 bir vizasiga ariza topshiramiz. Shu viza turlariga o'sha talaba paytimizda o'qib egallagan mutaxassisligimiz bo'yicha qanaqadir kadr bo'lib yetishib, ushbu sohada bo'yicha qanaqadir korxonaga ishga kiradigan bo'lsak,
Y7 vizasiga o'tishimiz mumkin va undan keyin ma'lum muddat ishlagandan keyin F7 vizasiga ariza topshirib, keyinchalik F5 vizasiga borishimiz mumkin. Lekin biz D2 vizasini magistraturadan yuqori bosqichda o'qigan bo'lsak va ball talablariga javob beradigan bo'lsak, boshqa moliyaviy holatimiz yokida korxonamizda talablari unga javob beradigan taqdirda to'g'ridan to'g'ri Y7 vizasiga o'tmasdan turib ham F7 vizasiga ariza topshirishimiz mumkin. Lekin ko'p hollarda Y7 vizasiga undan keyin F7 vizasiga o'tadigan holatlar juda ham ko'p hisoblanadi. Hamda biz F7 vizasiga o'tganimizdan keyin agar magistratura bosqichigacha o'qigan bo'lsak Koreyada, biz 3 yil davomida cho'ngujik, ya'ni to'liq stavkadagi xodim sifatida ishlab, F5-10 vizasiga jinoiy 1 talablarini bajarish orqali va boshqa qo'shimcha talablarni bajarish orqali F5-10 vizasiga ariza topshirishimiz mumkin. Agarda biz Koreyaga doktorantura bosqichi bilan bosqichini bitirgan bo'lsak, 1 yil davomida cho'ngujik, ya'ni o'sha to'liq stavkadagi xodim sifatida ishlab, jinoiy 1 barobar talabini bajarib, F5-15 vizaturaga ham ariza topshirishimiz mumkin. Ko'plab vatandoshlarimiz odatda F5-10, F5-15 vizaturalariga ariza topshirishadi. Navbatdagi vizatura D10 vizasi. Bu vizaga ham juda ko'p vatandoshlarimiz to'qnash kelishadi Koreyadagi yashash vaqtlari davomida. D10 vizasini ham o'ziga xos 3 ta turi mavjud. Ya'ni ulardan biri D11 ilban kujik pija deyiladi, ya'ni ballik ish qidirish vizasi. Undan keyingisi D12 kisul chang'op chumbi, ya'ni startap tayyorgarlik vizasi hisoblanadi. Undan keyingisi D13, ya'ni chomdan kisul internship uchun viza turi hisoblanadi. Biz vatandoshlarimiz odatda D11 vizasiga, ya'ni ballik tizimidagi ish qidirish vizasiga murojaat qilamiz. Shunday ekan, biz Koreyada, lekin biz talabalik paytimizda katta qoidabuzarlik qilishdan va jarimalar to'g'risida ehtiyot bo'lishimiz kerak. Agar biz katta jarima to'lagan holatimizda o'zi immigratsiyada shimsa bo'ladi. Shimsa bo'lganda borganimizda o'zlari sen D10 vizasiga o'tolmaysan deb o'zlari ham aytishadi. Shunaqa cheklov qo'yishadi. Shunday ekan, talabalik paytimizda qoidabuzarlikdan saqlanib, katta jarimalardan saqlanib yurish tavsiya qilinadi. Agarda biz D10 vizasiga o'tish cheklovini oladigan bo'lsak, yillar davomida faqat talaba vizasida yurishga majbur bo'lamiz yokida to'g'ridan to'g'ri talabalik vizasidan davomga o'tmasdan Y7 yokida F2 vizalaridan biriga yokida F2R shunaqa vizalar turidan biriga sakrashga majbur bo'lamiz. Lekin yomon tomoni nima deydigan bo'lsak, bizga o'sha Y7 bir vizasidan yokida F2 yokida F2R qaysi viza turiga topshiradigan bo'lsak, shulardan biriga bizga rad javob beriladigan bo'lsa, biz qayta D10 vizasiga o'tolmaymiz va o'sha o'rtada vizasi qolib ketish anaqamiz ham xavfi ham mavjud. Shunday ekan, talabalik paytida talaba do'stlarimizdan immigratsiya va Koreya qonun qoidalariga bo'ysunib amal qilib yurishlarini tavsiya qilamiz. Katta jarimalar bizga juda ko'p vizalar bo'yicha cheklovlarga uchrashimizga majbur bo'lishimiz mumkin. D10 vizasidan turib ham o'sha birin-ketinlikda Y7 vizasi, F2 vizasi yoki F5, keyinchalik F5 vizasigacha borishimiz mumkin va har bitta viza bosqichiga o'tishimizda o'ziga xos talablari bor. O'sha talablarni bajarish orqali moliyaviy til bo'yicha ishxonamiz talablariga javob bergan taqdirda vizadan vizaga o'tib F5 vizagacha borish imkoniyati mavjud. Navbatdagi viza turi professional bo'lmagan, ya'ni noprofessional ishchi vizalar hisoblanadi. Bular Y8, Y9, Y10 vizalari hisoblanadi. Juda ko'plab vatandoshlarimiz hozirda adashmasam 15 mingdan ortiq chiqadi. Y9dagi vatandoshlarimiz ham Koreyaga kelib, shartnoma asosida tashqi mehnat migratsiyasi agentligi orqali kelib Koreyada 4 yil 10 oygacha, birinchi albatta viza 3 yilga beriladi. Undan keyin koreyanchada 1 yil 10 oyga uzaytirib, 4 yil 10 oy muddatgacha Koreyada qonuniy yashab, odatda zavodlarda ishlab, o'z faoliyatini olib borish imkoniyatini beruvchi vizalar turlari hisoblanadi. Y8 vizasi bo'lsa mavsumiy ishchi viza hisoblanadi. Bir necha yil oldin O'zbekistondan kirib kelishdi. Y8 vizasi bo'yicha 5 oy yoki 8 oygacha edi adashmasam muddat. Lekin orada bir muddat to'xtab qoldi. Mana shu yangi yildan boshlab adashmasam yana yo'lga qo'yilyapti. Y8 bo'yicha mavsumiy o'sha qisqa muddatga belgilangan muddatga Koreyaga kirib kelib ishlab qaytib ketish imkoniyatini beruvchi viza turi hisoblanadi. Y10 vizasi odatda dengiz, ekipaj va baliqchilik, kemasozlik sohalarida beriladigan viza turi hisoblanadi. C-tur vizasi ham mavjud. Bu qisqa muddatli mavsumiy ish naqasida beriladigan viza turi hisoblanadi. Ko'plab chet elliklar adashmasam bu viza bo'yicha ham Koreyaga kirib kelishadi. Y9 vizasidan turib ham F5, ya'ni doimiy yashash huquqiga ega bo'lishimiz mumkin, lekin bu jarayon talaba vizasidagi do'stlarimizdan ko'ra ancha
uzoq va mashaqqatli yo'l talab qiladi. Nisbatan qiyinroq va juda ko'p yillar talab qilinadigan jarayon hisoblanadi. Y9 vizasidan keyin 4 yil yoki 3 yillik muddatni bajarib, til bo'yicha, yillik daromad bo'yicha, yosh bo'yicha talablarni bajarib, bunaqasini balli tizimda yetarlicha ballni egallagandan keyin Y4 vizasiga o'tishi mumkin vatandoshlarimiz. Ushbu vizadan keyin keyingi F299 va undan keyingisi F5 viza hisoblanadi. Bu oradagi jarayon juda ko'p yillar talab qiladi va yillik daromad bo'yicha talablar ham juda ham yuqori bo'lgani uchun qiyin jarayon, lekin mashaqqatli, sabr-qanoatli va daromadi yaxshi vatandoshlarimiz yillar davomida Koreyada yashab, F5 vizasigacha ham borishlari mumkin hisoblanadi. Navbatdagi viza turlari bular F viza turlaridagi qatoriga kiradigan F1 va F3 vizalar hisoblanadi. Bular o'sha Koreyada yashayotgan vatandoshlarimiz o'z oila a'zolarini, turmush o'rtog'i, voyaga yetmagan farzandlari, ota-onalarigacha Koreyaga chaqirib, uzoq muddat Koreyada birga yashash imkoniyatini beruvchi viza turlaridan biri hisoblanadi. Albatta, ushbu vizalarga o'tish uchun bizni moliyaviy holatimiz birinchi o'rinda qattiq tekshiriladi. Biz o'sha oilamizni tayyorlab qilgandan keyin Koreyada ularni ta'minlay olish salohiyatiga ega emasligimiz tekshiriladi. Shu talablarni bajargan taqdirimizda F3 yoki F1 vizalarini olib, oila a'zolarimiz bilan Koreyada uzoq yillar davomida birga yashash imkoniyatini beradi. F3 vizasini bilamiz. Biz Koreyada qancha muddat yashaydigan bo'lsak, biz bilan birga oila a'zolarimiz, turmush o'rtog'imiz va voyaga yetmagan farzandlarimiz albatta biz bilan bir xil yashash imkoniyatini ega bo'lishadi. Keyin albatta vizalar bo'yicha juda ham atrofda har xil ma'lumotlar ko'p tarqaladi. Ishonchli, ishonchsiz ma'lumotlar juda ham ko'p. Albatta, vizalar bo'yicha ma'lumotlar olishda mutaxassislardan yokida Koreyani Hay Korea sayti bor. Shu saytda hamma vizalar bo'yicha ipidan ignasigacha tushuntirilgan PDF fayllar bor. Shu fayllardan, ishonchli manbalardan foydalanib tayyorgarlik ko'rishni vizaga va shularga asoslanib qanaqadir qarorlar qabul qilish tavsiya qilinadi. Yokida viza bo'yicha qanaqadir muammolarga uchraganimizda, qanaqadir savollar tug'ilganda 1345 raqamli immigratsiya maxsus telefon raqamiga telefon qilish orqali aniq ma'lumotlar olishimiz mumkin. Koreys tilida, ingliz tilida, rus tilida ham bor. Shu tillar bo'yicha yana juda ko'p tillar mavjud. O'zimiz yaxshi gaplashadigan til bo'yicha telefon qilib, operatorga ulanib, vizalar bo'yicha savollarimizga javob olishimiz mumkin. Albatta, ko'chadagi do'stlarimizdan yaxshi tajribasi yo'q, bilib bilmay gapirib yuradigan anaqalardan ma'lumot olishdan saqlanish tavsiya qilinadi. Hamda agar talaba bo'ladigan bo'lsak, har bir universitetda bilamiz, xalqaro bo'lim mavjud. Xalqaro talabalar uchun maxsus yordam xalqaro bo'lim orqali yordam so'rashimiz mumkin. Ular bilgancha javob berishadi, bilmaganlarni albatta ular o'zlari immigratsiya yoki boshqa anaqalarga bog'lanish orqali sizga to'liq ma'lumotlar olishingizga yordam berishlari mumkin. Yokida qanaqadir viza bo'yicha muammolarga uchragan taqdirimizda Hinjunsalar bor. Hinjunsalarga murojaat qilish orqali albatta to'lov pullarini oshirish orqali ulardan maslahat olishimiz mumkin. Yokida immigratsiyaga qanaqadir savollarimiz tug'ilgan taqdirda bron qilib borib to'g'ridan-to'g'ri uchrashib savollarimizga javob olishimiz mumkin hisoblanadi. Yokida juda ham jiddiy muammoga uchragan taqdirimizda piyonsolardan, ya'ni Koreyadagi advokatlardan foydalanish orqali o'zimizni huquqlarimizni himoya qilishimiz mumkin hisoblanadi. Muvaffaqiyatli viza arizasi uchun maslahatlar agar keltirib o'tadigan bo'lsak, avvalambor biz o'sha yuqorida aytib o'tdik, bir nechta viza turlari bor xolos. Biz Koreyada to'qnash kelishimiz mumkin bo'lgan shu vizalar bo'yicha ma'lumotlar aslida juda ham ko'p emas. Har joydan yoyilgan ma'lumotlardan ko'ra jamlangan bitta ma'lumotlarni yig'ib, vizalar haqida qisqacha bilimlarimizni oshirib boradigan bo'lsak, keyinchalik qadamlarimizni shunga qarab to'g'ri bosib borishimiz mumkin. Albatta, har bir vizaga ariza topshirishdan oldin uni oldin rejalashtiring. Bir necha oy yokida bir necha yil oldin rejalashtiring va shunga qarab tayyorgarlik ko'rib borsangiz, katta ehtimol bilan vizalar bo'yicha rad javobini olmasligingiz mumkin. Hamda to'liq hujjat to'plamlarini tayyorlang, ya'ni barcha talab etiladigan hujjatlarni to'liq va to'g'ri tayyorlang. Yetishmagan yoki noto'g'ri hujjatlar rad etilishga olib kelishi mumkin. Nusxalar va tarjimalar rasmiy tasdiqdan o'tkazilishi kerak. Albatta, biz qaysi vizaga ariza topshirayotgan bo'lsak, shu viza bo'yicha PDF faylini tortib olsak ham bo'ladi. Biridan boshdan oxirigacha ko'rib chiqib, hamma talablarni chuqur o'rgangandan keyin talablarga mos ravishda biz hujjatlarni yig'ib boradigan bo'lsak, odatda katta ehtimol bilan rad javobini olmasligimiz mumkin. Albatta, bizda qanaqadir jinoyat tariximiz, qoidabuzarliklarimiz
bo'lmagan taqdirda osonlikcha vizadan vizaga o'tishimiz mumkin. Va keyingisi moliyaviy tayyorgarlik. Ko'pgina viza turlari uchun moliyaviy barqarorlikni isbotlash talab etiladi. Bank hisob varag'ingiz va daromad manbalaringiz haqida hujjatlarni tayyorlang. Homiy bo'lsa, ularning moliya hujjatlarini ham to'plang. Odatda talaba vizalaridan bank hisob raqami haqidagi ma'lumotlar so'ranadi. Yokida O'zbekistondan oilasini, yaqinlarini taklif qilayotgan paytda ham ulardan shunaqa talab qilinishi mumkin. Bundan sabab talaba bo'ladigan bo'lsang, sen o'zini talaba holatingda o'zingni qoplab yurishing uchun hisobingda yetarli mablag' bormi, shuni tekshiradigan bo'lsa, oilamizni Koreyaga taklif qiladigan bo'lsak, sen o'sha oila a'zolaringni ta'minlash uchun senda yetarlicha jamg'arma bormi degan anaqada bizni hisob varag'imizni so'rashi mumkin. Ko'p talaba ukalarimizda bir kunga talaba anaqa bank istoriya qo'yib, bir kunda yechib oladigan holatlar juda ham ko'p. Bunaqa holatlarda oxirgi yillarda desam, bu haqida ham juda jiddiy qaralyapti va shuni orqasidan ham vizasini uzaytirib bermagan bolalar bir nechta ko'rdik ukalarimiz orasida. Shunday ekan, jamg'arma qo'yganimizda bank hisobimizga bir necha kun ushlab turish albatta tavsiya qilinadi vizamizni uzaytirib olguncha. Keyingisi professional yordam. Agar jarayon murakkab bo'lsa yoki maxsus holatlar bo'lsa, immigratsiya advokatidan yoki maslahatchidan yordam oling. Ular xatolarni oldini olishda va muvaffaqiyat ehtimolini oshirishda yordam beradilar. Albatta biz qanaqadir muammolarimiz bo'lsa, qanaqadir qoidabuzarliklarimiz bo'lsa, tariximizda yoki to'lagan jarimalarimiz bo'lsa, qaysidir vizaga o'tmoqchi bo'lsak, professionallardan, advokatlar, hengjonsalardan foydalanib, ulardan to'g'ri maslahat olib, to'g'ri tayyorgarlik ko'rish ham albatta tavsiya qilinadi. Keyingisi viza qoidalari muntazam ravishda o'zgaradi. Ariza berishdan oldin HKRA veb-saytida eng so'nggi ma'lumotlarni tekshiring yokida 145 raqamiga qo'ng'iroq qilib tasdiqlab olish tavsiya qilinadi. Xuddi shunday viza turlari bir necha oyda bir marta yokida yilda bir necha marta o'zgartirishlar kiritiladi va eng oxirgi variantdagi o'zgartirilgan qoidalar bo'yicha tanib chiqib, shular bo'yicha vizaga tayyorgarlik ko'rish tavsiya qilinadi. Albatta ushbu mini qo'llanmani yaratishdan ham maqsad Koreyadagi vizalar bo'yicha ozgina bo'lsa ham fundamental bilimlarga ega bo'lish va shu bilimlardan kelib chiqib biz to'qnash keladigan vizalarni aniqlashtirib olganimizdan keyin shu vizalarga chuqurlashtirib qanaqadir ma'lumot olishga kirishsak bo'ladi. Koreya vizalari, Koreyadagi qonunbuzarliklar, eng ko'p buziladigan, Koreyadagi eng ko'p uchraydigan firibgarliklar, eng ko'p qiladigan xatoliklar hammasini jamlangan o'zi bitta to'liq qo'llanma tayyorlaganmiz. Qo'llanma deyarli oxirgi bosqichda, yaqin kunlarda tayyor bo'lish arafasida, yaqin kunlar ichida taqdim qilamiz xudo xohlasa. Bu o'sha qo'llanmamizdan kichik bir parcha desak ham bo'ladi. Biz narigi qo'llanmamizda har bir vizaga chuqur to'xtalganmiz, ipidan ignasigacha. Y9 vizasidan Y4 vizasiga o'tish, D2 vizasidan turib Y71, F2, Y7 vizalariga qanday o'tish, vizalar bo'yicha to'liq ma'lumotlar hamda biz Koreyada eng ko'p to'qnash keladigan D10, D2, F2, 7, F2, 99, Y7 viza turlari, D8, D9 vizalari, F2, F5 vizalari haqida chuqur to'xtalib o'tganmiz. Xuddi shunday video qo'llanma tarzda sof o'zbek tilida tushunarli tarzda tayyorlaganmiz. Yaqin kunlarda uni ham xudo xohlasa taqdim qilamiz. Albatta Koreyada muvaffaqiyatli hayot kechirish uchun, xotirjam, xatolardan xoli hayot kechirish uchun vizalar haqida ozgina bo'lsa ham fundamental bilimlarni shakllantirib olsak va Koreya qonun qoidalari biz amal qilib yurishimiz kerak bo'lgan ma'lum qoidalar bor. Shularga amal qilib yursak, xatolardan xoli, xotirjam, uzoq muddat yaxshi hayot kechirishimiz mumkin. Ushbu mini qo'llanmamiz shu yergacha edi. Salomat bo'linglar. Hammalaringga omad.